Bugungi videomni boshlab ketdim hamsa. Yoqtirib kirishinglarni umid qilman. Akşam qo'llarim degan qichishib, satrashxonga berib bu yoysam pul chiqib ketadigan. Uzamlam ampaq qo'ydim ha. Aytgan qopsam shovgosnim ko'glamaydi. Shu pet turibdi bu chash. Yanlam qo'yilibdi menda deb uzamchi baxushal taxi chashlarimni silab. Nim bo'lsang bular deb o'nimdan qo'pib, ma qasmaq yuzlarimni beshib qo'y deb bizning shirkatning Kaysu markasiga Anjison shimini tujiman. O'limi karamat yaxshi bo'llar. Oldigan ballar bo'lsa aloqalashsanglar bulda. Ma'mining bir oy burun qitalatim-a. Qarashtirlam Girgomoning tuqqindak tug'ani. Ma'mining hozir qitalatim-a. Hozir xili bir insonning bolasiga o'xshab qoptiman jumu. İşlerimni tugitib davomli xugan qilishni boshlab ketdim-ku, mana. Haqiqiy amaliy xugan qotmay do'stlar, amaliy to'xtamay qo'ygan jo'qsanglar bo'ldi-jumu. Bugun xugan qilsam, at qilsam, o'gilik xugan qilmay, chuqum xugan qilmay, hamsa. Ko'rsanglar bo'ldi, mana mustaqlam xugan qilib qo'yman. Xuganni qilib, turli holatda ko'mi yugunyapman, mana. 糟糟的，你不要背一段话，你一段话你是背不过的。 Mustaq turli holatda o'rganishlarga tushib ketdim do'stlar. Ularni o'rganib bo'lib imtihon bersam 68 deb qopdim arana. Bu qattiq bo'lmabdi deb yana bir qatim imtihon bersam turliq 64 debdim. Bugungi o'rganishim mishag'ichi bo'lsin deb turliq kiyimlarimni yuvib ketdim, mana. Kirlarimni yuvib bo'lib uyga chiqarsam shundoq maynatib ketib bir o'ylarni tozalab qo'y deb turliq holatda uy tozalashga tushib ketdim. O'ylarni tozalab bo'lib qarsam xili bechiroyli bo'lib qopdi. O'zim xushib ketdim, ishqi. Bu xushalliqimda kiyimlarimni kiyib, achamning uyiga berib kelay deb achamning uyiga mangdim hozir. Uydan chiqib, mustaq sovuqda abdu saqlab ketmay do'stlar. Ta'til qilib kelgan yanqisi iqtisod taz yetishmayapti jumo do'stlar. To'xtamay abduzg'lam o'ltirib qolyapman ishqib. Abduzdadimni tushib, kiramotosig'im chiqib, to'liq holatda uy chap qarab mangdim ha. O'ylarning oldiga kiribsam qo'saqlarim bir xil ko'kraydi. Darvozdan kiribsam bir xil dabanj puraydi. Uyga kiribsam acham dabanjilarni bitta yoqibdi, dabanjigalam dum tushdim do'stlar. Larimni ding to'yg'izayotgandan keyin chiqib qarsam, Sinkoning to'kim to'shib qopti ha. Bori Sinkonimi yo'lg'ima chiqib, acham bilan xo'shishayotgandan keyin to'liq holatda yo'lga chiqdim ha. Zotga o'ylagim ki bu qasmaq eshakni qulplab qo'ygandan keyin hozir to'liq holatda uyga qarab mangdim. Bilagim kirib pochchi yong chiqib yeb ketdim-ku, mana. Bugun og'aynam kelmoqdi. Dan bo'lsam og'aynamni keldi, og'aynamni uyga boshlab pochchi o'ltirib tilp o'ynab o'ltirib ketdik. Uzun mezgil bo'lib ketibga bu og'aynamni ko'rishmagili. Vaha masqutaya. Bek mas'ul ketdim juma bugungi vahaxon ichida ching erli keldi do'stlar. Chaqchaqimman. O'ylimga yadim, men mas'ul qoldim ha. Sizlar bugungi videolarimiz mishada oxirlasin. Sizlarning yoqtirib ko'rganingiz ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, keyingi san ko'rishaylik.